Başını toxtat. Semit, dur ne kel. Mana, podpolkovnik. Mush ko'rik shu kanda. Shundoq, mush ko'rik shu. Mark Pensison, 238-polkining komandiri. U mush ko'rikni qo'g'dashga mas'ul. Doktor Hoxman, Davlat amonlik saqlash idorasidan Sharqiy Janub oliy qo'mondonlik shtabi meni favqulodda vazifa bilan avatdi. Huquq doiramdan xabaringiz bormi? Bosh qo'mondonlik shtabining buyrug'ini topshirib oldim. Bu quruqlik armiya marshalining buyrug'i. Men bu yerda turib, cho'ng qo'shinning kelishini kutaman. Buni bilaman. Sizga maxsus bir ishxona tayyorlab qo'ydik. Rahmat. Janobi Pensison. Xo'sh. Bu atrofning ahvoli qandayroq? Partizanlarning harakatlarini sezdingizmi? Bu jihatda sizni axborot bilan ta'minlayman. Bu ko'rikni qo'g'dashning biz uchun aytganda qanchalik siyosiy ahamiyatga ega ekanligini tushunamsiz? Bu ko'rikning harbiy jihatdagi ahamiyatini tushunaman. O'g'o shundoq. Meningcha siz siyosiy ishlarga qiziqmaysiz-ku deyman. Men harbiy odam, Hoxman doktor. Bu qarovul nima uchun po'lat qalpoq kiymaydi? Bizga hozir qattiq intizom kerak. Janobi polkovnik, sal bexotlasangiz, mana bu tog'liqda jondan ayrilib qolasiz. So'rashga ruxsat qiling. Urush yangi boshlanganda harbiy unvoningiz nima edi? Polkovnik. Tashakkur. Hop. Mana. Atrofga butunlay mina o'rlashtirganmi? Albatta shundoq. Urush yangi boshlanganda men faqat Pakvadiya letrangitlar. Urush haqiqatan kishilarning talantini joriy qildirishning yaxshi fursati ekan.
Shundoq, agar u hayot qolgan taqdirda. Mana siz hayot turibsiz-ku. 4 qatim yaralandim. Qitim, polkovnik. Rastlı 3 qitim. 4-chi qitimda siz faqat bombadan silkinib ketdingiz xolos. Signal ayaqlaşdı. Yarası öylərinin həmmisində telefon signal üskülləri var. Mərhəmət. Mərhəmət, polkovnik cənabları. Henry, maşına əkel. Hop, polkovnik cənabları, mən təyyar. Biz davamlı qala qilishib turaylik. Men qo'shilmay turib, siz har qanday qarordan chiqaman. Janobingiz, polkovnik. Janobi polkovnik, sizga qo'mondonlik qilish qobiliyatim bo'lmasa, men o'zim qaror chiqaramsam, undaqda. Janobi polkovnik, sizning ofitserlar maktabida o'rgangan usullaringiz bilan bu ko'rikni saqlab qolib bo'lmaydi. Bu ko'rik muntizim qo'shinning hujumiga uchramay, partizanlarning ushtum-tut hujumiga uchrashi mumkin. Bu ishni menga topshiring. Bu mening maxsus kasbim. Hayt, gitlar. Men sizni kutgili xeyli bo'ldi. Men dam olyapman, yo'ldosh polkovnik. Dam olishingizni qo'yib turing yo'lbars. Qarang. Mana bu ko'rik 612-nuqtaning 200 kilometr doirasidagi birdan-bir muhim qatnash yo'li. Agar nemis qo'shinlari Gressiyadan chekinib, bu ko'rikdan o'tib ketsa, mutlaq ustunlikni egallaydi. U chaqda bizning qo'shinimiz og'ir ahvolga tushib qoladi. Albatta bu nemislarning plani. Bizning planimiz-chi? Bizning planimiz uni portlatib o'tish. Bizning o'rnimiz mana bu yerda. Ko'rikni muhofazat qilayotgan nemis qo'shini bizning oldimizda. Ko'rik ularning keyinida. Uni portlatib etsak, ularning chekinish yo'li o'ziladi. Yordamchi qo'shin yetib kelishdan ilgari biz hujumni boshlaymiz. Nemislar bizning o'rinlashtirishimizga bo'ysunamdi. Shundaq, mayor. Ularni muhofazat qilish intayin qattiq. Sizningcha osh ko'rikni cho'qim portlat qilib bo'ladimi? Men sizga ishonaman. Kichik apparatga havo armiyasidan bakrak ishonch qilamsiz nima? Bizmi o'ylashdik. Ko'rikning joylashgan o'rindan qaraganda aeroplan bilan qamal qilish mumkin emas. Nemislarning o'rilish ahvolichi. Bir polik askar kuchi bor. Ko'rik atrofiga mina o'rlashtirilgan. Ular belgi uskunlari bilan tizginlangan. Undaqda qanday portlat qilib bo'ladi? Bu vazifani o'zingiz chora izlab o'rinlaysiz. Beriladigan vaqt faqat 7 kun. Nim dedingiz? 7 kun? 7 kunda hatto ko'rikmi yetib boramaymiz. Nemis qo'shinlari 7-kuni ko'rikka yetib keladi. Haftaning 5-kuni atigan soat 8da. Dal ana shu vaqtda ko'rikni portlatib o'tish kerak. Burunmi emas, keyinmi emas. Undaq shartlar bilan o'rinlay olmayman.
7 kuni soat 8da biz hujumni boshlaymiz. Agar ko'rik portlatilmasa, biz hammamiz qurbon bo'lamiz. Oxirida birmi odam qolmaydi. Bu qanchalik odam, siz bilamsiz? 5000 odam. 5000 jangchi yo'lvas. Bo'ladi. Doğrunucu, uni qayerdan olamiz? Menga liqmiliq 2 mashina doğru kerak. Uning ajallik yerini bilsangiz, ancha ko'p ketmaydi. Buning uchun siz maxsus bir maslahatchi tepishingiz kerak. Kimni? Mush ko'rikni loyihaga injenerni. Qayerdan topaman? Dushmanning orqa sepida. Manday sizni uning boy yeriga boshlab boradi. Bo'ladi. Yana kimlar? Siz qanoatlansiz yo'lvas to'g'ri. Bu bir xush xabar. Yana-chi, ha? Biz maxfiy raqamli radio orqali aloqalashamiz. Shunday bo'lsin. Mayor, sizga o'ngishlik tilayman. Ko'rikning xaritini o'chirib etishga oldirib ketma. Men uni allaqachon o'chirib etdim. Xayr, xo'sh. Xo'sh. Bana kim adam tanlab beradi? Yo'q, o'zim tanlab berman. Qo'lidan ish qiladigan adam tanlab bering, ma'qulmi? Eli ko'rsiz. Nima ish qilib turmaysan? Sizni ko'matdiman. Diqqat. Sizlar mayor bilan berib vazifa o'rinlaysizlar. Bu yoq hozirdan boshlab sizlarning rahbaringlar. Uning har qanday buyruqlarga sizlar cho'qim bo'ysunishinglar kerak. Buningda gap yo'q. Albatta. Nima qurol ishlatsan? Pichoq. Sanchi? Og'amcha mayor. Sanchi? Qurol, yo'ldosh mayor. Quroling qani? Qurolim yo'q. Ishkinglarda gap yo'q. Qurolni qanday qilamiz? Qurolingizni uningga bering. Iskratga berib olsin. Vaqt yo'q. Qurolingizni uningga bering. Akram. Siz zodi nima qilmoqchi? Uning qurolini tatib edinglar. Nima qarab turibsizlar? O bermaydi. Men sizlarni yolvor demidim. Sen derhal kendinge qayt. Kendinge qayt davatman. Senin qilmoqchi. Qur'onni tatbiqlanglar. Senin etin nima? Der. Bu yoq men bilan birga bo'lsin. Bu ikkisi mushada qolsin. Kechiringlar yigitlar. Sizlar buyruqimga itoat qilishinglar kerak. Xayr xo'sh. Xo'sh, muvaffaqiyat tilayman. Davamlıq gözlüb, əhvalını vaxtıda doklad qıb turanlar. Tügülü. Yana 6 gün vaqt qaldı. Bizden qoşunumuz körükdən ötüdü. Top doğra 6 gün. Qara Simit. Bu körük nemiga o'xshaydi? Nemiga o'xshaydi? Bu gap qil. U qo'ngga o'xshaydi.
O sağırga o'xshaydi, doktor janoblari. Semit. Sen abidin abad bir cho'chqa. Fikr qilish iqtidoring yo'q. Shundoq bo'lganicha. Bu bir bo'yin turoqqa o'xshaydi. Sening shuningmi aqling yetmaydi. Bo'yin turoq. Bu eng yaxshi o'xshatish. Yaqin orada biz buni birisining bo'yniga solamiz. Lekin u kim? Aytqina Simit. U zot kim? Bu yoqqa birini elib taliyingni sinab baqqan. Mushishu. Adashdi. Biz 2 oy burun uni tutib olgan. Yana birini ip baq. Men yenila adashdim doktor janoblari. Bu o'z odimimiz. O'z odimimiz? Akila ko'rib baqay. Sen nima uchun buni o'z odimimiz deysan? Chunki u italiyalik. Sen tazımı dötnimi ekansan? Sen italiyalik bo'lsa o'z do'stimiz bo'ladi deb o'ylamsan. Sen buni menga tushunmaysan. Sen bu odamni bilamsan? Bilmayman. O haqiqatan italiyalik. O İtaliya armiyasida ofitser bo'lgan. O birisi bilan urushib qilib, harbiy sudda jazolangan. Urush boshlanish bilan u dushman tarafga qochib ketgan. O portlatış mayidi. Şunu partizanlar onu portlatış baturi deydi. Onun haqiqiy ismi Mespi Savardoni. Xo'sh, bo'ldi. Qurban bo'lsam, agar urushda ko'minglar meni ega safqa. Ahdosta xayr xo'sh, tuproq teshimdan o'tganda do'stlar, chekib qo'ysin xo'sh biroq gullar. Muvaffaqiyat tilayman Pappina. Rahmat sana Zavardoni. Başla. Barakallah. Xo'sh, qurban bo'lsam, agar urushda ko'minglar meni ega safqa. Ahdosta xayr xo'sh, tuproq teshimdan o'tganda do'stlar, chekib qo'ysin xo'sh biroq gullar. Mayor. Qara. Zavardoni. Qara. Yo'lbars, mening do'stim. Oh, qadrdan do'stim. Sen texo yetgansan-da. Bu nima degan yaxshi? Pappina, qarg'ina, bu kim? Bu degan yo'lbars, bu kishi qaltis odam jumur. Meningcha ancha qo'rqinch emas ekan. Nimaning qo'rqinch chiqishganligini bilamsan. Harakatga. Tugidi. Bir azmi yo'qmi? Yo'q. Tugidi. Hammani o'zing chiqding bu. Meni aldayapsan. Chiqim berib o'pkila. Tez bo'l. Bu mening eng yaxshi yordamchim, Botir partizan. Yo'lbars, sen menga qanday xush xabarlarni olib kelding? Aytqina. Esangchi. Gapning hammasini sen qilyapsan. Biz ko'rishmagil uzun bo'ldi. Qani, bizga yana ozroq yeydigan narsa kapagina. Hamda men sening oshpazing bo'ldimmi? Tez bo'l. Salomat bo'lgin do'stim. Ichamsan? Yo'q, ichmayman. Qadinas do'stim, o'tganki ishlar esingdimi? Bizning birga ishlagan vaqtimiz nima degan ko'ngillik. Keyin biz ayrilib ketdik. Shundan beri men haqiqiy portlatish ishlari bilan shug'ullanib boqmadim. Bu qitim men seni haqiqiy portlatish ishiga solmoqchi. Rasma,
Nima degan yaxshi, yana birga bo'ladi ekanmiz-da. Aytqana, nimani portlatamiz? Ko'rik. Ko'rik? Ko'rikni men intayin yaxshi ko'raman. Lekin bu odatdagi ko'rik. Barakalloh, men ashunda hashamatli ko'rikni bakmi yaxshi ko'raman. Tamoq tayyor bo'ldi. Papina biz bilan libos bo'lamdi. O'zing bil. Ha, Papina. Agar yaraydigan bo'lsang, men seni birga olib boraman. Rahmat sana. Navoda men bo'lsam, sen yashamaysan. Hey. Do'stim, tamoq yemsan? Bo'z yeyman. Menlar qayerda, bilamsan? Papina biladi. Uningga axborot uzuq-turuq yetkazib bergan. Bizni boshlab bergan. Ma'qul. U nima ish qila oladi? Hammani qila oladi. Kulishni bilamdi. Do'stim, pichoqni bergina. Nim karamat bu. Bir stakan meyve şirnisi. Ma'qul. Mana bu 66.750 so'm. Rahmat. Mening bu azroq sovg'amni qabul qilinglar. Ma. Bu yerda chivin nimandaq ko'p? Shundoq, qish kelganda o'ladi. Yaxshimisiz kapitan? U hozir mayor. Vaqtning o'tishi nima degan tez? Sizning o'sishingizmi tezg'i? Menga qiziqqanligingizga nima deb rahmat aytsam bo'lar? Tushundingizmi? Bu ko'rikni yasashga men qatnashgan. Sizlar partiltamaysizlar. Nemishqa? Nemislar itdek tikilib tursa, bir odam yordam bera oladi. Kim? Shu ko'rikni loyihalagan injener. Bu kimning ko'rsatgan aqli? Mening. U nemislar bilan hamkorlashmoqchimi? U o'zi bilan hamkorlashmaydi. U hatto bir stakanini chekishni xohlamaydigan tursa, o'zi yasagan ko'rikni partiltamdi. Mumkin emas. Bu uning birinchi mahsuloti. U barliq yurak qinini uningga sarf qilgan. Uni bizga tepib ber. O'g'irliqcha anglayotdi. O kim? U meningcha ishpiyonda qilmayotdi. O'g'irliqcha anglayotdi davotida. Sen uni ishpiyon demoqchimi? Sizlar tanishamsizlar? Yo'q. Shaxsiy hisobotni keyin qilinglar. Sen ilişib görməkçimi? Sana hiç qanaq faydası yox. Gestapo orden. Sizlarning qumoqchi. Siz mush ko'rikning qurg'uchisimi?
Shundaq. Men shu. Paskvardiya polkovnik Ho'xman doktor sizni taklif qiladi. Men u o'g'nimaydi ekanman. Bag'andan keyin tanishsiz. Mayli. Mayli. Bir stakan choy ichib yurishga bo'lamdi. U yerda esil choy bor. Undaqda men kiyimimni yangilab olay. Tez bo'ling. Siz injener bo'lamsiz. Shundaq. Men Kechiring injener, biz sizdan parakanda qilib qo'ydik. men sharaf bilan kimga ergishmoqman? Albatta, bizga ergishmishingiz kerak. Sizlar zodi kim bo'lasizlar? Bizning kimligimiz sizga nihoyat aniq. Men sizlarga hech qanday ish qilib beramayman. Kechiring. Ko'p so'zlashga vaqt yo'q. Nemislar yana kelib qolishi mumkin. Men hech qachon sizlardan meni qo'llashni talab qilganim yo'q. Siz Gestapolarning qo'lga ilishini kutib turyapsiz. Lekin sizlarning meni qo'lga ilishinglarni xohlamayman. Kechiring, darhol biz bilan menishingiz kerak. Mayor, agar dam olishga ruxsat qilgan bo'lsangiz, men sizga rahmat aytdim. Biz to'xtamay minishimiz kerak. Nega boramiz? Bag'anda bilasiz. Sizlar menga aytishinglar kerak edi. Ichimsiz. Rahmat. Haraqkan bu. Shunda u doim araq ichidi. Rahmat. Vah, bu joy nima degan go'zal. Hajat chiroyli ekan-a? Taqimorligiga o'xshaydi ekan. Agar berib ziyorat qilsak, u yerning go'zalligini bilatdik-da. Sening taklifingga minnatdorlik bildiraman. Ay, meni Folinisaga operamsan. Ma'qul papino, men seni Folinisaga operay. Qandaqroq qizchaqni topsam, bu yigitimga bop kilakin tang. Polinisada chiroyli qizlar, chiroyli ko'riklar bor. Shundaqmi kasbdosh? Men qandaqmi siz bilan kasbdosh Biz bo'laman? rasl kasbdosh. Siz ko'rik solasiz, men partiltiman. Shundaqmi? Siz jami bo'lib qancha ko'rik soldingiz? 3 ko'rik. Men 5 ko'rikni partiltdim. Undaqda sizning tehpingiz menikidan cho'nka. Nadikina, sizdan hiliq ko'rikingizni partiltish o'ng'ay emas. Nima deyapsiz? Men hiliq Kimni ko'rik? hiliqqa go'zal ko'rikingizni demayman. Qarasini ishni buzib qo'ydi. Mayor, to'xtab turing. Siz rostla meni ko'rgimni portlatmoqchimi? Qanday? Sizlar rostla meni ko'rgimni portlatmoqchimi?
Shunda qilmay bo'lmaydi. Biz birlikda qurdik, endi birlikda bozimiz. Bu mening ko'rgim. Bu huquqni sizga kim berdi? Bu urush injener. Urushingizni qo'ying, mayor. Injener, ko'rikingiz 5000 odamning hayoti bilan munosabatlik. Uni portlatib etmasak 5000 odam o'ladi bilamsiz. Sizlarning taktikalarini bilmayman, lekin ko'rikni portlatqizmayman. Oldingizmi? Cho'qim portlatamiz. Hamda sizning bizga yordamingiz kerak. Mumkin emas. Sizlarga aytib qo'yayki, hargiz yo'l qo'ymayman. Sen onunla mas'ul bo'l. Sizlar kimni izlaysizlar? Deptani izlaymiz. Nima ishinglar batdi? Azroq ish batdi. Qandaqli ish bo'lsa menga danglar. Nemislar uni tutib ketdi. Uning nemis bo'lasiz. Achisi. Biz sazliqda o'tmoqchi. Bizga yo'l boshlab bera olamsiz. Sizlar nega bormoqchi? Bu o'zimizning ishi. Bizga yordam qila olamsiz. Nemislar. Rasa kimni oldigan bo'ldik? Nimaga ko'ngildik?
Tez. Mening qo'limni tutib ol. Rahmat sana. İnjiner qani, sana erishib ketgan-ku. Men sana nima deb qo'yilib qolgan? Sizga ish mang'ando debdimi? Men seni bu yerga o'ynag'ilab kelmagan. Bo'ldi. Uni ayblama. Hammasi meni qaytib Sen baba. Onun bilan qol. İşkanlamışa doktorunla. Men bilaman. Biz yana pensiyaga berib tomosha qilamdik nima? Qaytib kelganda men seni o'yintib kelaman. Tazim jahal kim bu? Papino. Papino! Qaytib kel! Papino! Sen qayerda? Tez qaytib kel! Biz bu yerda! Savardoni!
bo'lsin bu? Biz keçirdik do'stim. Hoş tutun beni! Sen hemmisi senin kasaptın. Anladın mı? Hemmisi senin kasaptın. Anladın mı? Ben senin körükünü partıl tüytümen. Seni kuş partıl tüytümen. Körükünü partıl tüytümen. Oldu. Sabır qil do'stim. Tutun Kolumdan götürün la! Kırılın lan taştan la! Hayırlı gece efendiler. Bu qitim saya aytinglar joyida bo'ldi deyman. Burdinglar. Biz tanish olaylik. Baktivod Yonovich Kous. Kous o'qish degan ma'noda. Praporchi Shernik. To'lki degan ma'noda. Intayin ma'nali qismlar, shunday emasmi? Apandilar, navbat sizlarga keldi. Bu apandimning familiyasi nima? Petrovich. Petrovich. Petrovich apandi, o'zingizning qayerga bordiganligingizni aytib bersangiz bo'lar. Qo'noq yig'ilishga bormoqchi. Anchimcha bu yil qo'noq bak o'xshab demish. Aytinglarchi. O'sol yig'ish atraf boshlig'inglar kim? Ular so'zlashni bilmaydigan o'xshaydi o'shernik. Ular cho'qim so'zlaydi. Eng yaxshisi bir vakil chiqib so'zilsin. Qo'linglarni chiqiringlar. Sen oldiq chiq. Birodarlar, mana bu kishi sizlar bilan so'zlashishni xohlaydi. Qo'linglarni o'ringlar. Shernik, men sana qo'l ko'rishni o'rgatib qo'yay. Apandilar, men qo'linglarni ko'rib boqay. Shernik, mana bu qo'lga qara. Mana bu odam o'ltirgan qo'l. Ko'na
Germaniya askarlarining uzun yillar sargardon vaqti o'tgan qo'li. Yana Ispaniyaga borgan. U yerga nima qilib borgan? Qo'noq uzgilmi? Chernik, onunğa qara. Bu qo'ldan cho'ng ishlar keladi. Biroq umr qisqa. Men aytayki, sizning umringizdan ko'rikingizning umri uzun bo'ladi. Qo'lingizni tushirayting. Men ayollarning qalbini zorli tushirmayman. Mana bu yaxshi niyatli odam. Ismingiz Morgi. Xotirjam bo'ling, mayor. Xato tunayotganim yo'q. U ilgari musha atrofda partizanlik harakatiga rahbarlik qilayotgan chaqda Morgi deb atiladi. Bu yaxshi niyatli odamning nima ishlarni qilganligini bilamsiz. Rahmat senga Sherni. Bu mundaq ish. Yo'ldosh Morgi o'zining yaqin do'stini yo'qotish to'g'risida yuqorining buyrug'ini topshirib olgan. Chunki u asiylik qilgan. Lekin bu uni qochirib o'tgan. Biroq u bizning jasusimiz ekanligini zorli o'ylab baxmagan. Oxirlasi bo'la. Men qoldim-ku. Unutib qoptiman Petrovich efendi. Kechiring. Nespi Petrovich. Hammani bilib turib, yana nima uchun uni qiynaysiz? Efendim, men odamlarimni bekor o'tirib qilishni hargiz xohlamayman. Unutib qolg'ili tasliq qoptiman. Sizlar ko'rikni qaysi xil usul bilan portlatmoqchi? Har bir to'rikiga to'g'ri qo'ymoqchimi? Bu mumkin emas. Ko'rikni atrofiga mina bekitgan. Mayor, qanday qilmoqchi? Bu ishga yana boshqa turishni xohlamayman. Nima? Efendiler, hadi görüşelim. Bulağa restorandan tamak ipegin pulunu ben төлeymen. Men ishimni aytmadim. U hammani bilyapti. U qanday bilgandi? Ehtimol heliqi ofislar qo'l ko'rishni bilsa kerak. Latin arilida bir buvay qo'l ko'rishni biladi. Qo'y Zavardini. Aramizda xoin bor. Cho'qim shundoq. Mushu. Bizni dushmanning qopqoniga tushirgan mush olmay kim? Nimishqa burunroq aytmading? Men uni qutqizib olishni o'ylagan. Sen o'zingni qutqizmoqchi. Nima? Men xato qilmadim. Men buning xoinni qochirayotganligini bilib, shtabga ma'lum qilgan. Menga quruq tuhmat qilib, meni nemislar uchun ishildi demoqchimi? Sen hozirmi shular uchun ishlayapsan? Bo'ldi. Agar u xoin bo'lgan bo'lsa, bu yakamaydi. Siz-chi? Siz nima deb keldingiz? Siz qochib ketmoqchi bo'lgan emasmi? Qochib ketsangiz bo'ladi. Nimani kutib tursiz? Qochmasiz. Zavardoni. Taliyimizni bir sinab ko'raylik. Ko'tira. Qartni men ko'tiray.
ko'zini itirilishini talab qiladiganlar. Qo'lingdan kelganini qil. Qadamlar bosh. Arqa burun. Hemen. Alaykumullah Savardoni. Yo'ldosh mayor, axborotingiz Kauch xizmatingizga tayyor. Tabriklayman. Savrchallig'inglar joyida. Siz zaten oyun oynayapsınız. Bu bir yaxshi plan emas bu. Faqat yo'q. Umuchimo. Ha? Men ishonmaydi qilyapti meni yurtni. Bu Qur'onni ilib ana tez bo'laylik tez. injenerni birga yetmanglar. Tez bo'linglar. Mashinaga chiqinglar. Chiqsa bo'linglar. Tez. Buni iliblar. Ha? Aytma, meni nima chiqarsiz? Sizlarga chiqib to'g'ri keldi. Sizni ishtab qilmaganda mehmon qilaman. Ba'zilardan gumon. Siz nemismi? Yo'q. Mening opam nemis. Sho'ng men ularning ishonchiga erishgan. Siz nemismi? Yo'q. Mening opam nemis. Sho'ng men ularning ishonchiga erishgan. Nayt tez o'sibsiz. Men sizga o'xshash boshqa xizmat qilishni xohlayman. Ajiba. Bizni bu qopqonga kim tushadi? Sizmi? Yo'q. Qo'rqmang, sizlar injenerni aytmagandan keyin kinolarga olamsiz. Vaqtga yarasha ular meni tayyorlaydi. Bana. O'qish deymizmi? Yo'q, u bizning odamimiz. Qanday sigirda? U bizning axborotchimiz. Tushundingizmi? Men qattiq Qarang. yetishmaydi. Birga maqsad chatoq chiqmaydi. Mushat to'xtaylik. Neymiş bu? Biz ko'rikib olmamda. Shtabga ma'lumot beraman. Yordamlashadigan ish bormi? Rahmat. Hojat emas. Biz o'zimiz o'ngishib olamiz. Sizlar meni beringlar.
o'zgargan. Butunlay o'zgargan. Hozir texmi go'zallashib ketibdi. Jilg'i bilan qo'shilib bir butun gavdiga aylangan. Siz bu ko'rikni oxirgi qatim qachon ko'rgan edingiz? Men uni qatnash boshlangan chog'da ko'rgancha. Shundan beri bu yerga kelib boqmadingizmi? Bu bir an'anaviy odat. Qurilish ustisi o'z vazifasini tugatgandan keyin qayta huzurlanib o'ltamaydi. Qo'limni kuta. Qimirlama. Aldirma. Qo'lingni kim tashla. Tez bo'l. Aqlingni buril. Aldirma. Asta. Mana sen bilan. To'g'ri. Bu qatam xeyli ko'p odam kelibdi-ku. Odam ko'p bo'lsa yaxshi emasmi? Xuddi soatga o'xshaydi. Rahmat sizga. Bu nemish? Kitobga ma'lumot bermamsiz? Belganga vaqt beraman. Qaysi vaqtda? Atatigan soat 3 da. Vaqt xeyli bor ekan. Injener bu yoqqa chiqing. Yana azroq ye. O'qib keling. Atatigan bu ko'rikni cho'qim partaltamiz. Buni bilaman. Biz sizning yordamingizga muhtoj. Mening yordamim siz sizlar uni partalta olaysizlar. Partalta oladigan bo'lsak, sizni bu yerga olib kelmaydik. Mening siz sizlar qila olaysizlar. Bunisi cho'qim. Mumkin emas. Bizga berilgan vaqt va portlatqich to'g'ri cheklik. Shuni do'rni dal joyiga qo'yishimiz kerak. Buni faqat sizlar bilasiz. Qani ayting, do'rni qayerga qo'ysak bo'ladi? Qayerga qo'yishni xohlasanglar, shu yerga qo'yavering. Ixtiyor o'zingizlarda. Bu ishga meni aralashtirmasliginglarni so'rayman. To'xtab turing. Bizga do'rni qayerga qo'yishni aytib bersangiz bo'ldi. Agar qo'rqsangiz bormasangizmi bo'ladi. Xato tushundingiz. Atman sizlar bilan birlikda ko'rikka boraman. Lekin men ko'rikni portlatishga qatnashmayman.
Hay, Gitler. Yeni xabar bormi? Polkovnik janoblari, bu yerda bir axborot bor. Partizanlar mushu uyga kiryapti. Nayt yaxshi. Menish bo'lamdi. Menishqa bo'ladi, biroq soat 3:30 dan burun harakat qilishga bo'lmaydi. Xo'p, polkovnik janoblari. Soat 3:30 dan burun harakat qilishga bo'lmaydi. Mumkin qadar ulardan yeri qaraq turinglar. Ular sezib qolsa, butun plan buziladi. To'xta. Polkovnik janoblari. Sen bu ishga mas'ul. Men ularning tirigi kerak. Bo'libmi ularning ichidagi birisi. Tushundingmi? Xo'p, tushundim polkovnik janoblari. $512 kontrol hamrasini chaqirdi. Kontrol hamrasini chaqirdi. Neda? 613. Men hamra. Akam keldi. Ular darhol portlatqich to'rini ilib belgilangan vaqtda ko'rikni portlatsin. Mana vaqtida deb ketam. Qor kelkun. At soat 5'te. Tushundim. Tugidi. Yaxshi. Mayor. Dal soat 8'da hujum boshlaymiz. Undaqda boshqa guruhlar nima ish qiladi? Endi ularga ehtiyojli emasmiz. Siz boshqa guruhga shundaq deb quturish qilsangiz bo'ladi. Hozir hamma ish yo'l bostirli qoldi. Tayyorlanlar. Biz bu yerdan portlatqich to'ralamiz. Cherkovga berish uchun qanchalik vaqt ketadi? 20 soat vaqt ketadi. Bo'ladi. 1 soat ichida yo'lga chiqamiz. Biz daryodan o'tamizmi? Bu neymiş? Zorlarını öttürüp itipti. Bu ne iş kimga aytma? Uqding mı? Uqdim. Shu uyni qo'rsanglar. Men bilamayman, tez. Tez bulunlar. Tez. Derizden saklanglar. Tez. Chapsan bo'laylik. Chaqan bulunlar. Tez. Semish bo'li. Ben axborotga erishdim.
Koğuşka yanaylı. Tez.是您请我来的吗？对，我让人叫你来的。时间到了，该出发了。该出发了，上哪儿？去接我们的部队。我的岗位在这儿，我必须在这儿等部队过桥。我是奉命守卫在这座桥上的。您的意思是说，这座桥还在，是您的功劳？嗯？我从来就没有这么想过。那你在路上好好想想吧。史密特，上校先生，你和我的车都有封菲尔森先生照钱。是上校先生。我8点钟等着您和将军。请吧，上校。Bu yerda dushman bizni sezib ololmaydi. Ular nima uchun bizni sezib oldi? Chunki ularning shpioni bor-da. U to'g'ri aytdi. Bizga xaylik qilgan odam bor. Cherkovda shpion bo'lish mumkin. Yo'q. Bu xoin mushada. Bugun kecha Galli o'ldirildi. Ahvoldan qaraganda nemislarga axborot avatgan odam bor. Shu. Kechada uning yolg'iz o'yilda oynib yurganligini ko'rdim. Sancho, sen nima ishga sirtqa chiqding? Kechada hammamiz taloqqa chiqdik. Bu masalani tushuntirib beramaydi. To'xtanglar. Bu qiz zoda nima odam? Oranglarga qanday qilib qo'shib oldinglar? Biz uning ufkisi Merdan Pitani topmoqchi edik. Merdan Pita. Shunday. Mening o'ltirishlik joyim u yerda emas. Men u yerga Betta qo'lga ilingandan keyin borgandim. To'g'ri emas. Betta Gestapo tarafidan qo'lga ilingan yo'q. Buni men bilaman. Noyat aniq. Gestapo Bettani o'ldirib etib, uning o'rniga bir shpionni qoldirgan. Yo'q, bu pakt emas. Betta mening ufkam. Uni tutib ketdi. Sizlar nemishqa menga ishonmaysizlar? Agar u shpion bo'lsa, nemishqa nemislar uni otmoqchi bo'ladi. To'g'ri aytdi mayor. U qushning sizlarning odamlar ekanligini, shundaqla o'ltirishning yolg'on ekanligini bilimiz kerak. O biladi. U o'ltirilmaydiganligini biladi. U qanday biladi? Men uningga aytgan. Bu pakt emas. Inkor qilmoqchimisiz? Men uning biri ahmoqona ish qilib qo'ymusin deb, etib o'ltirishning yolg'on ekanligini uqtirib qo'ygandim. Bu pakt emas. O menga hech nimani aytgani yo'q. O menga hech nimani aytgani yo'q. Menga ishining bo'lamdi. Ber. Nima qilishni bilamsan? Meni damsiz. Men senga buyruq beryapman. Nima qarab tursan? Sen xatolashmoqchimi? Buni boshqalarmi qila oladi? Vaqtni isrof qilmaylik. Uni bog'la. Sizlar nemishqa meni bog'laysizlar? Menda gunoh yo'q. Menga ishoninglar. Menga ishoninglar. Menda gunoh yo'q. Nemishqa bunday qilasizlar? Ko'rikni qanday qilamiz? Bir ish qilib tursak bo'ladi. To'g'ri bo'lmaganligini hech nima qilib bo'lmaydi. Menda gunoh yo'q. Menga
Men chiqib bir amal qilib baqsam qandaq? Bo'ladi. Amal qilib beqing. Demişki endi keldiniz. Xudoga shukr, men darslikda qutulib keldim. Polkovnik janoblari, ular meni bilib olg'ili tasliq qildi. Oxiri ularning odamidan birini tutib berib, aram qutuldim. Ular hozir qayerda? Ular oshadi. Ashu tog'ning o'ngirida. Ular texi mening yordamimni kutishib turibdi. Ishingiz yomon emas. Rahmat sizga. Bizdek oshiradiqmi nima? Bu ishga o'zim javob qilaman, Kauts. Yuqori organdan menga bu ko'rikni muhofazat qilishda har qanday chiqimga qarmaslikni buyruq qilgan. Lekin bu buyruqda chiqimning eng zo'r cheki ko'rsatilmagan. Ana, ko'rik turibdi-ku. She'rlikni odamlar bilan qo'shib etib tashladim. Bu badal osmi? O yordamchi qismning odamlari, Kauts. Yordamchi qism ancha e'tiborga ilinib ketmaydi. Henrat apandida Mondaq bir ko'z qarash bor. O urushning maqbiyatligi qabr ichida saqlangani yaxshi deydi. Shundaq polkovnik, 2 kun ilgirla partizanlarni butunlay yo'qotib bo'lmaydi. Agar bu guruhga o'z vaqtida dokulat bermasa, ularning yuqorqi organi yana odam avatishi mumkin. Lekin biz ularning qachon kelishini, portlatqich dorining qayerdan elishini bilmaymiz-da. Qani, endi evasin. Biroq har qancha odam evatgani bilan bu. Endi xilali kechikdi. Polkovnik janoblari, endi ularni qanday qilamiz? Hammasini tutib kelinglar. Tirik bo'lsin. Tayyorlik bitti. Büyükür ağaç töbelikte. Tez çıkınlar. Sizni qarshi olamiz o'qish apandi. Bu qatim rolni qaltis o'yindingiz. O'zingizni qanaqaroq his qilyapsiz? Men tushuntirib aytay, uqishmaslik bo'lib qolmisan. Uqishmaslik bo'lgani yo'q. Shtablarni aloqalashtirganligini faqat sangla aytgan edim. Buni sendan boshqa hech kim bilmaydi. Meni to'lim mo'lli popo ko'rma.
düşmek oynat kızmayı öldürmezseniz mi olur? Planımızı uğurlaş için seni terk yaparız. Maşına çık. Eğer yuvaş bulmuşsan menanın kıtığını çıkarıp bitirin. Bürküt. Bürküt. Toxtat, bo'ldi. Hey! Sen! Yapma. Doğru, sen! Uyak gel! Beni çağırdınız mı? Sen katılamam sen. Bu yerde tamak çıkış olmaydı. Geçin o. Kömekti mi? Doktor! Sen neymiş kısa kılığını almaysın? Terik İslam var. Yer işanı kal. Sen yeni geçip kaldın. Biz dal vaqtida keldik, Hokman doktor. Men tushuntirishni xohlamayman. Sen hammani aniq bilasan. Sen sarang bo'lsan. Kos, bu neymiş? Ben ularni boshlab kelmasam ular meni o'ldiradi. Undaq bo'lsa nima bo'pti? Sen qasam qilmaganmi? Hokman, askarlaringga buyruq tusha. Tez bo'l. Sen zada nima qilmoqchi? Deganini qiling. O'lsakmi amal yo'q. Bu qilmishingga zo'r bedel to'laysan. Sen yana aql so'zsan, jiningni olaman. Buyruq tusha. Ben Hokman. Başlıqlarını izleymen. Mening buyruğumsiz o'rninglardan ayrılmalar.
Hammanglar yig'ilinglar. Tugadi. Joyinglarda qimirlamay, qo'linglarni ko'taringlar. To'g'ri. Shundoq. Samoba. Hay, sen. Ben sizden bir savol so'raydigan edim, injener. Qani so'ra. Har bir ko'rikning sirtqi ko'rinishidan boshqa uning yurki bo'lamdi. Bak, ko'riklarni tutashtiruvchi markaziy tövrik. Lekin nurg'un tövrik tursa, Ularning ichida faqat birli tövrik ko'rikning jini. Rahmat sizga. O'sha shu. Hey! Sizlar nima deb javob bermaysizlar? Anlamabdimi? Başliq saat 7'den 15'te yig'ilishga buyruq qildi. Nimishga yig'ildik emas? Yana kelib mushundaq vaqtda? Başliq meni sizni kutib olg'ilavatdi. Rahmat sizga. Navoda siz kelmagan bo'lsangiz biz isib qolibdi. Tayyor bo'ldinglarmi? Tayyor bo'ldik. Ko'rik tutashgan o'rinda ikki tövrik bor. To'g'rini shu yerga qo'ying. Sizga qalbi tilayman. Sana qalbi tilayman. Rahmat sana do'stim. Boshla. Mayor. Ben yana demiş ki biri. Siz yaşanıp durun.
Qilma. Birda bardosh tutar, seni etkitamiz. Mahraki, men qilishga tegishli ishimni vazifam. Qanday mehmonlar? Seni xato tushungan Qanday mehmonlar? Ko'nglimdan chiqaraman. O'zimni doldiga, tez. Yana 15 minutdan keyin yetib boramiz ekan. Rahmat.
qo'lini aytgan. İncinler, hep qarab tursiz. Chapsa bo'ling. Chapsa bo'linglar. Janobi polkovnik, biz mag'lub bo'ldik. Ist haqiqatan yaxshi ko'rik edi. Ist haqiqatan yaxshi ko'rik edi.